إحسان شعارنا الإحسان ليكمل الإيمان قد حثنا القرآن لتزهر الأوطان. Assalomu alaykum. Aziz birodarlar, Suriyada urushlar sabab yaroqsiz holatga kelib qolgan maktab binolarini ta'mirlash ishlarini olib boryapmiz. Ko'rishingiz mumkin, maktab hovlisiga bitta konteyner o'rnatdik. Bu tomonda esa ikkinchi konteynerimiz o'rnashtirilyapti. Bu esa maktabimizning umumiy ko'rinishi. Bu maktab juda ham bir yaroqsiz holatda bo'lganligi uchun buni ta'mirlashlikka uzoq vaqt kerak bo'ladi va juda ham katta bir mablag' talab qiladi. Va Suriyada yangi o'quv yili boshlanganligi munosabati bilan biz tezroq bu yerda bir maktab sinflarini qurib, o'quvchilarga topshirmoqchimiz va inshaalloh birgalikda bu maktabni qolgan qismlarini ham ta'mirlab, o'quvchilar ixtiyoriga topshiramiz. Ushbu xayrli loyihalarga hissa qo'shayotgan, sababchi bo'layotgan barcha birodarlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Va shu o'rinda yana bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Suriyada 14 yilga yaqin vaqt mobaynida janglar davom etar ekan, afsuski 7000 dan oshiq maktab binolari zarar ko'rgan. Bulardan 60% to'laligicha yaroqsiz holatga kelib qolgan. Ushbu urushlar sabab zarar ko'rgan maktab binolarini ta'mirlashlik bilan Suriyadagi yosh avlodni ta'lim bilan ulg'ayishlikka oz bo'lsa-da hissa qo'shishlikni reja qildik. Ushbu xayrli loyihada bizni yolg'iz qo'ymasdan moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashingizni kutib qolamiz. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin.